Assalomu alaykum. Bugun 7-may haftaning chorshanba kuni. Bugungi kunim deyarli faqat sayohat bilan o'tyapti. Ya'ni hozirgina tepalikka chiqib bir video qildim. Uni to'liq videosini YouTubega joylayman. Bu endi keyingi sayohatimiz bo'lyapti. Ya'ni bu sayohatimiz Grozniyda bir dengiz bor ekan. Grozniy mo'ri degan. O'sha yerga sayohat qilamiz. Soatimiz ilgari 13dan 6 daqiqa o'tyapti. Tushlik vaqti bo'ldi. Hozir bu yerda kafega bir ovqatlanib olamizda, keyin yo'lga chiqamiz. Xo'sh, och qoringa ko'p narsa ketadigandek ko'rinadi ko'zga. Hozir ko'p narsa zakaz qildim. Endi barini yeb qo'yaman, bilmayman. Yo'q ko'ramiz. Bu yerda ovqatlanib olib, Grozniy mo'riga piyoda yo'lga chiqamiz. Va yo'l-yo'lakay bo'ladigan hodisalarni ko'ramiz. Mana shu yerda bir kafeda qorin to'xtab chiqdik. Alhamdulillah. Endi dalchi yo'lda davom etamiz. Bu tomon o'rmon emas, qishloq oralab ketamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerlarda ko'chalarga shunaqa yozib qo'yadi. O'qigan odam borki, bu kalimalarni aytadi. Bu yerda subhanalloh, alhamdulillah, keyinchida yana nimadir yozilgan. Allohu akbar. O'qigan odam borki, bu kalimalarni aytgan hisoblanadi. Ana o tepalik. O'sha yoqqa aylanib kelgandim. Bunda zapravka, masjid, kichkinagina. Yo'lda davom etamiz. Bu yerda menga yoqadigan bitta narsa bor. Ko'p narsa yoqadi bu yerlarda. Eng yaxshi tomoni har bir mahalla boshlarida, ko'chani boshlarida, bunaqa zapravkaning yonlarida kichkina masjidlar bor. Yo'l-yo'lakay har qanday odam namozini ado etishi mumkin. Sharoitlari yaxshi. Tahoratxona, hojatxonalari bilan qilib qo'yishgan kichkina. Shu tomonlari ajoyib. Narigi tomonda yana bitta bor. O'sha yonidan o'tamiz, yo'l bunda aylanib boradi. Zaryadka. Mana bu foyda beryapti. Hozir obedgacha zaryadka mo'shdi. O'z telefonim batarkasi juda sust bo'lib qolgan. Shunga o'zim ma'mulda bir marta zaryadlab oldim. To'ldi 100%. Choychi bo'lganimcha to'ldirdi. Ajoyib. O'zimizdan Armandan 230 ming so'm olgan. Do'kondan. 4-5 marta. Va bunda 20% zaryad ketishiga menda 100% bo'lyapti. Foydasi. Xo'sh, bu yerda yo'llar bo'linyapti. Davom etamiz. Xaritada ko'rsatilishi bo'yicha. Kinodan o'ngga yo'l, chapga yo'l bo'lishi kerak. Telefonimning kamerasi yaxshi olyapti. Kunduz bo'lganligi sababidami? Bunaqa kichkinagina yo'llar ham bor ekan. O'tgan yilmidi, 1 yil oldimmi, 2 yil oldimmi? O'zim Samarqandda shunaqa video qilgandim. Shaharda ichib o'ylab yurib, adashmasam YouTube'da videosi bor. O'shanda shunaqa kichkina Samarqand shahrida emas-ku, uylar, yo'lakchalar tor, uylar qisqarilgan. Va orasidan yurgandim. Hozir ham bu yo'llar shu yerlar eslatyapti. Lekin bu yerda bunaqa atrof ochiq emas. Domlar baland qurilgan emas, 3 qavat. Bunaqa joy bor ekan. Qurib bitkazilmagan yo'l. Yana tepalik. Hozir mana shu joydan kelyapman-da. Sal shovqin ko'chaydi. Masjid yonidan o'tish kerak ekan, yo'limiz bu tomonga.
Mashinalar ko'p. Peshim vaqtiga odamlar yig'ilishgan. Peshim vaqti o'tib bo'ldi, o'qib olishdi. Ko'pchilik endi kelib o'radi, kechikkanlar bor. Shunaqa. Yo'l-yo'lakay bunaqa katta stadioni bor ekan. Xohlasa bunaqasiga katta futbol o'ynaydi, xohlasa bunaqasiga maydaliklar bor. O'ratalar. Kichkina futbol o'ynashadi. Xo'sh, xarita bu yoqda yo'l ko'rsatyapti. Mana bu yerda yana bitta qirlik bor, ya'ni hech narsa yo'q joy. O'shandan keyin bitta qishloq borda, shahar, qishloq, undan keyin dengiz. Xullas oz qoldi. Xo'sh, yo'limiz bu yoqdan ko'rsatyapti. Stadiondan o'tib bu yoqqa qarab yo'l bor ekan yana. Bu yerda mashinalar ham zo'rda. Har xildan bor. Zo'r. Uyni qaranglar. 2 qavatlik. Nima bo'lsa ham pastga tushish osonda. Tepaga chiqqandan. U joylarga bormaganman. Xaritada ko'rdim. Ana suv mototsikllar bor ekan. Xaritada ko'rishim, bilishim bo'yicha. Borib ko'ramiz. Agar rostdan bo'ladigan bo'lsa, o'tgan gal yana qayerda edi? Chimyonmidi? Chimyondagidek minamiz. Mashalloh, bu yoqqa qaranglar. Bu yerda bitta qush sayrayapti. Shu tomondamidi, bu tomondamidi? Menimcha bu yerdan o'tiladi. To'g'ri ketyapmiz. Dengiz bu tomonda. Qarigan daraxt. Sokin, faqat qushlarning sayrashi. Telefonim Redmi Note 11 Pro versiyasi. Kamerasi 108 megapiksel. Lekin stabilizatori unchalik yaxshi emas o'xshaydi. Qimirlashlar bor. Xo'sh. Bu yerlarga musor tashlanar ekan. Ana bu tomonda eski qabriston borga o'xshaydi. Yomg'ir ko'p yoqqanda bu yerlardan sel oqadiganga o'xshaydi. Chuqurda ariq bormi deyman. Qamishzor, mana suv oqadigan joy bor ekan bu yerda. Qandaydir kanal. Bu yoqdan keladi. Bu tomonda ham ajoyib o'rmonlar bor ekan. Endi buni qarasanglar-chi. Suv qayerdan chiqayapti? Qaranglar. Mashalloh, buloq bormi deyman. Tap-tiniq suv oqyapti. Ikkita shahar o'rtasida shunaqa o'rmon chakalakzor bor. Eng qizig'i buni qaranglar.
Bu yerdan nimadirlar qurilmoqchi. Kengaytirilgan. Bu yoq yana ancha tepalik ekan. Bu yoq ham tekislashgan. Ha, nariyoqlarda nimadirlar qurilgan. Bu yerni aylantirib chegara qilib qo'ygan, ichkari kimgadir tegishli bo'lsa kerak. Mana shu tepalikdan menimcha dengiz ko'rinadi. Bu yerda yana ichkariga qarab yo'l ketgan. O'rmonning o'rtasina qarab. Ancha chuqur ekan bu yoq. Ya Allah, uni qaranglar, uy bor bu yerda. Mashinada kimlardir kelyapti yana. Bu yo'ldan mashinada yuradiganlar ko'p. Uylar bor. Qancha tomonlardan uy boshlangan. Mana bu yerda bitta kameraga ne bo'ldi? Yana bitta. Xo'sh, bu tepalikdan dengiz ko'rinmas ekan, dengiz. Bu yerda uylar ko'p ekan. Dacha qilinganmi endi bilmadim. Eng qizig'i soyada bor ekan, ya. Voh. Ana u. Asosiy shahari ana tomonda ko'rinib turibdi. Soat binolar. Ya Allah. Biroz o'tiraylik-chi shu yerda. Zo'r, bugungi kunimiz sayr qilish bilan o'tyapti. Soat millari 13:59, 2 bo'ldi sal. Ajoyib. Hali bu sayohatlar hech narsa emas. Sababi oldinda eng katta sayohat kutyapti. Ya'ni inshaalloh yaqin kunlarda dunyo bo'ylab sayohatga chiqaman. Bu ularga tayyorgarlik boshlanishi. Ya'ni dunyo bo'ylab deganda qanday? Kamera olyaptimi? Ana. Velosipedda yoki-da velosiped olamiz yangisidan. Hech narsa kerak emas. Bitta sumkaga ikkita kiyim bo'lsa bo'ldi. O'rtamizda ketamiz. Manzilimiz Turkiya, Istanbul, keyin Antalya, keyin qaytamizda Suriya bilan Makka, Madinaga o'tamiz. Makka, Madinaga boramiz inshaalloh. Undan keyin umra ziyorati qilib Dubay tomonga qarab ketamiz. Shu tomonlarga velosipedda sayr qilmoqchiman. Reja shunaqa. Shu yerdan boshlayman, Grozniydan. Sayrni shu yerda velosiped olamiz. Inshaalloh Allohga tavakkal qilib yo'lga chiqamiz yaqinda. Chiqaman bir o'zim. Sheriklar bo'lsa, oqlovchilar bo'lsa ketdik. Dunyo bo'ylab sayr qilamiz. Hozir esa dengizga boramiz. Kun rosa qizidi. Agar iloji bo'lsa dengizda cho'milamiz. Kameraga siqyapman o'zi. Orqa kamera, oldi kamerada olsam ana oyna rejimi bor-ku, odamni teskari qilib ko'rsatadi. Shu sal meni boshqacha qilib ko'rsatib qo'yadi. Orqa kamera yaxshi oladi. Selfie oyog'im yo'q, qo'lim bilan qilib. Lekin ob-havoga mazza qilyapman. Bu yerda issiq bo'lgani bilan bu yerda yoqimli bir shamol esyapti.
dengiz oz qoldi. Mana bu yo'l bo'ylab shunday qishloqqa kiramiz. Qishloqdan to'g'ri yuramiz. Shu yo'lning oxirida dengiz bor. Dengiz deyilgan anchagina katta. Bir marta yonidan velosiped o'tayotib, dokumentlarni qaytishda mashinada o'tganimda uzoqdan ko'rib. Ajoyib edi. Endi borib yaqindan ko'ramiz. Borku odam aylanish kerak, sayr qilish kerak. Qaranglar, ilgari ko'rmagan joylarni ko'ryapman hozir amplarda. Tomosha qilishga. Mashalloh. Allohning yaratgan narsalari, tabiati, mo'jizalari ajoyib. Ob-havoni aytmaysizlar. Dunyoda sayr qilish kerak, ko'rish kerak mana shunaqa yaratilgan mo'jizalarni. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana shu kunlarga yetkazganiga shukrlar bo'lsin. Mana shahar sentri. Har tomondan ko'rinib turadi bu binolar. Chunki hozirda Grozniyda eng baland binolar mana shu. Bo'ylab to'g'ri ketaveramiz. Eng qizig'i bu yerda mollar boqilar ekan. Mana yerda bor. Bunaqa zonada mol boqish kerak, chorvachilik bilan shug'ullanish kerak. O'tlarni bilgan. Извините. Xo'sh. Endi bitta kran topib olsam, bitta suv ichish kerak. Yomon bildiryapti. Bu yerlarda har qurilayotgan uylar ko'p ekan. Bu tomonlarda bir do'kon ham yo'q ekanda, bir nima olaytsang. Mana shu yo'lning oxiri dengiz. Ha, bitta kran bor ekan, lekin jo'mragi yo'q. O'zi ko'p joylarda shunaqa, ayniqsa o'zimizda ko'p qishloqlarda yurganimda ko'rganman. Ana qishloqda ko'chada suv o'tiladi. O'sha suvlarga kran o'rnatiladi. Bizatni hamma ko'cha tomoniga qo'yadi suv, kran. Lekin o'sha kranni jo'mragini olib qo'yadi. Odamga alam qiladi. Suvsab yurgan payting ko'chada kranni ko'rasan, lekin borsang jo'mragi yo'q ocholmaysan. Lekin bir tomondan nima uchun? Sababi har xil odam bor, yosh bolalar bor, suvni ochadi, isrof qiladi. Bunday bo'lsa kranni qo'yib nima qilasan degan savol ham borda. Xo'p, mayli. Kranni qo'yaveringlar. Davom etamiz. Velosipedda mana shu yo'ldan bossang ham mashinada yoki mototsikllarmi zo'r ketsa kerak. Endi projektor yonib qolib ketdi. Tok isrof bo'lyapti. Hech kim ishlagani yo'q. La havla va la quvvata illa billah. Oh, mana. Mashalloh. Niyat xolis bo'lsa, Alloh yetkazadi. Lekin bu shunchaki chiqib yotdi. Kirib ketgan. Oh. O'zbekina qaranglar. Nega bu oqib yotdi, hayronman. Menimcha nimandir sug'orishyapti. Achchiq suvdan yutib olamiz. Alhamdulillah. Smooth ini.
Ya Robbim o'zining yordamlari bo'lsin. Ana. Suv sigandik, suvga ham yetkazdi. Suv yopib qo'yish kerakmidi, lekin ochib kanal ham qo'yib qo'yishga hayronman. Yokida jo'ra ishlamaydi. Yokida ataylab shunday qilishgan. Nima bo'lganda ham alhamdulillah zo'r bo'ldi. O'zdagina suv maza qilib ichib oldim. Endi salqinladim biroz. Yo'lda davom etamiz. Endi biroz videoni pauza qilamiz. İşte bu megabayt ko'payib ketib, videoni yuklolmay qolmay xullas shu. Hozir soat millari 14:47. Yo'q. Nechini ko'rdim hozir? Ha, 14:17. Abet qoq qizdiradigan mahal. Hamma uyida, konditsioner tagida. Yokida uxlayapti, yokida film ko'rib yotibdi. Menga o'xshaganlar bo'lsa yuribdi ko'chada. Keyin hozir yo'lda yurayotib. Ana. Ilgari hovlida to'y qilinardi va osh ovqatlar o'choqda pishirilardi-yu. O'shanda hittaralar tutunni hidi bilan qo'shib. O'shanaqa hid chiqdi bu yerda. O'sha paytlar shunaqa o'shalar esimga tushdi. Qani degan joyiga mana degan joy bo'lyapti-ku. Qaranglar, shundoqqina yonimda. Oz qoldi. Ana bu yerdan shuni aylanib o'tamiz. Yetib keldik-ku. Xo'sh. Agarda minadigan qayiqi bo'lmasa o'tkazsa bilmadim. Balki tomosha qilib qaytib ketamiz. Qanaqasi bo'lsa zo'r bo'ladi. Hozir borib ko'ramiz. Oz qoldi-yu, mana oz qoldi. Ko'rdinglarmi? Hozir to'liq versiyasini ko'ramiz. Qani degan joyga. Mana deb ko'rsatadigan joyga kelyapti hozir. Xo'sh. Nima deymiz? Yana bir bora. Qani. Kamerani shunday o'giramiz. Mana. Maşallah. Men o'sha joyni topdim. Ana endi pastga tushib olish kerak. Ajoyib a. Ana bu yerda fontan bor. Kechasi otiladi chiroqlar bilan. Kechasi bu yerda bo'lmasam kerak. Bu yerda o'yin maydoni qilishibdi. Bu yerda uy bor. Xo'sh, bu yerdan pastga qarab qiyg'alab yo'lni kesib haydaymiz. Ajoyib bu manzara. Dahshatmi? Ot bor ekan. Ot. Voy ot. Ketdi mana, davom etamiz. Mana yetib keldik. Lekin hech kim ko'rinmaydi-ku bu yerda, kemada yoki qayiqda suzib yurgan.
Qo'q-qo'q deyapti qushlar. Oh, la havla va la quvvata illa billah. Ana. Xo'sh. O tomonda yuradigan yo'l bor ekan. Bu yerda plyaj bor, o'sha yoqqa borib ko'ramiz. Xo'sh, plyajga borguncha to'xtatamiz. Ana, dengizga keldik. Oh, dengiz suvi. Ajoyib, anchagina katta ekan. Faqat bu yerda boyaga aytganimdek suv mototsikllari yo'q ekan, ko'rinmayapti hech qayerda. Cho'milish taqiqlanadi. Buni qaranglar. Oh, mazami. Bir kuni inshaalloh Turkiya, Istanbul dengizlariga ham boramiz. Yo'llari ajoyibda. Ah, g'alati. Mazami? Oh, shamol bu yoqdan esyapti, suvni to'lqinlanishi. Oh, Chimyondagi damlar esimga tushyapti. Bu yoqda mazetda ana suv mototsiklda haydaydi. Bu yerda hech ko'rinmayapti bunaqa. Bu yerda Mujiskiy plyaj, ya'ni erkaklar cho'milish joyi. Bu yer qandaydir akva nima, hozir bu yerda ko'ramiz ichkariga. Ana yoqda ayollar cho'milish joyi bor. Bu yerda yana dam olish joylari bor. Bu yerda yana nimadir bor. Bu yerda fontan bor, bo'ldi. Ko'r. Baliqlar ham borga o'xshaydi. Muhimi keldik-ku. Boya men batinga loyga botirib olganimda oyoqda. Bir joyda loy bosib oldim. Toza bo'larmikin, yo'qmikin? Suv ajoyib. Lekin cho'milishga muzaylik qiladi bu suv. Muzdek. Lekin o'sha joyga, o'sha kelaman degan joyimga, dengizga keldik, mana Grozniy more. Alhamdulillah. Ajoyib tabiat manzaralaridan taqdir. Ko'ramiz bormi, yo'qmi qayiqlar. Ko'rinmayapti, birov tasmada yurgan. Bu tomonlarda bunaqa kemalar, nimalar yo'q ekan. Yaxshi joy. Cho'miladigan joy bor ekan. Bunga hali sezon boshlanmoqda. Endi yo'l dengizda narigi tomoniga, ana o'sha joyga borish kerak. O'sha yerda boyagi suv mototsikllari bor ekan. Bunga bu yoqdan aylanib borish kerak. Hozir men bunda aylanib borishim 3 kilometr yo'l ko'rsatyapti. Hech yo'q, kelishim 6 kilometr bo'lgan, yana 3 kilometr o'tamiz, o'rtada 9 kilometr bo'ladi. Fontanni ko'rib o'tamiz. Fontan hozir ishlamaydi, kechki payt ishlaydi. Ana o tomonda bo'lishi mumkin bo'lgan ekan, lekin sezonda olib chiqargan uni. Hozir sezon emas. Tavakkal borib ko'ramiz o'sha tomonga. Dengizni boshida mana bu restoran ekan. Nomi Bashniya. Bashniya degan restoran bor ekan, katta.
Haqiqatan bu yerlarda sezon emas ekan. Chunki mana bu orqadagi restoranlar ham ishlagani yo'q. Shuning hisobiga bu yerlarda hali sezon ish vaqti boshlanmagan. Lekin odamlar bor, yurishibdi, kam. Bu yerlarda zo'r, lekin skameykalar qilib qo'yib o'tirishga joylar. Anta baliqlar yuribdi. Ko'ryaptimi? Bunga yaxshi ko'rinmas ekan. Toshkentdagi Mo'ri bor-ku, Tosh Mo'ri gibi, Toshkentdagi. O'sha yerga o'xshab ketar ekan, mana bu yo'lakcha, ana katta yo'l bo'yida o'tganku. Bu yoq ketgan. Lekin Toshkentdagidek katta emas bu yer. Afsus, sezon boshlanmagan ekan hali. Bu ochilish nimasi. Shuning hisobiga suv yo'q, motorlar yo'q, kemalar yo'q. Mana bu yerda fontan. Bular endi kechasi ishlatmasa, bu yerda asosiy kiraverish qismi. Kolonkalar bor. Hayronman, bu yer qachon ochiladi, qachon boshlanadi bu yerda sezon. Yo kechki payt balkim ishlar kechacha kutsammikin endi, lekin hozir menga uncha qiziq bo'lmayapti bu yerlar. Mana bu baliqlarni qaranglar yurishini. Baliqlar ko'rinyapti. Qaranglar, mana bosh. Qator bo'lib ketyapti. Tagida katta-kattalari bor. Kattalar chuqurroqda yuribdi. Ajoyib. Menimcha bu yerlardan motor yo'q, ko'rinmaydi. Bir narsani aytaman, bu yerlarda bor-ku, soqqa qilish bilmas ekan. O'zimizdagi o'xshab ana bu lotkalarni, mana bu yerga velosiped, samokatlar shunday arinda qo'yib qo'ysa bo'ladi-ku. Normal soqqa ishlasa bo'ladi shunda. Bunaqa narsalar yo'q yo'q. Bular pul ishlash bilmas ekan. O'zimizda bunaqa dam olish joylarda velosipedlar, samokatlar, yana bunaqa haydaydiganlar bor-ku, to'rt oyoq. Keyin dengizda qayiqlar son-sanoqsiz turadi-ku. Soqqa qiladi. Bu yerda yo'q, mana hozir boshiga keldim. Kiraverish. Ta'limda sotadigan odam yo'q. Mana bor faqat. Oldda samokatga velosiped qo'ygandan o'sha qayda borardim. Hozir yo'l juda uzoq. Yana piyoda borishga odam yerinyapti. Ana bu tomoniga o'tib oldim lekin. Ana odam ot bilan suvga ketdi. O yerdan tushib, nariyoqqa borib, birozga aylanib keldim hozir. Endi bu yerga boryapman. Lekin bu yerda mana suvni aytmasa, qiziqarli narsa ko'rganim yo'q. Sezon boshlanmagan ekan. Qachondir hozir nariyoqda ter nimalar qurilyapti. O'shalar ishga tushish balkim sezon boshlanish vaqti kelyapti. Iyundan boshlaydi bilmadim. Shunda kelib ko'rish kerak ekanlar. Hozircha zerikarli. Cho'milish bor. Boshqasi. Mana bu yerga boraylikchi. Keyin bu videoga yakunlaymiz. Bu yerda nima bor ekan, yana bir ko'ramiz. Tepada mehmonxona bor ekan.
Mana bu yerga keldik. Bu mana restoranga o'xshaydi. Choy poy ichadigan, shunaqa dam oladigan joy. Bu yerlar yopiq. Menimcha kema shu yerda bo'lishi kerak, faqat hali ishga tushgani yo'q. Chunki bu yerda ham endi qurilish ishlari bo'lyapti. Endi ochilish marosimiga tayyorlanyapti, mavsumga tayyorlanyapti. Xo'sh, mavsum kelganida yana bir kelamiz inshaalloh. Bugunga menimcha yetarli. Hamma tarafda xo'sh, bu yer haqidagi xulosa, hamma tomonda o'tlar o'rilyapti. Ana u tern kema bunaqa o'ynaladigan narsalar bor-ku. O'shalar qurilyapti. Restoranlar hali ishlagani yo'q. Yopiq hammasi. Shuning uchun bu yerdagi tafsilotlar shu. Faqat bu yerga maslahat beraman, faqat mavsumda kelishni. Boshqa gap emas. Lekin kechasi kelsa kechpet shu paytda ham mana ishlamagan, sezon bo'lmagan, mavsum bo'lmagan, ochilmagan vaqtda ham kechasi qiziq bo'ladi. Chunki chiroqlar yonadi, fontan ishlashligi mumkin. Salqin shabbod esadi. Ajoyib bo'ladi. O'rmon bo'ylab, daraxt tubi bo'ylab sayr qilishlik mumkin. Shu Parus. Banketniy zal. Bo'ldi. Bu yer haqida fikrlar shu. Zato bu yerga ham keldik. Endi qaytib ketamiz. Yana o'tirib do'konlar ham ishga tushgani yo'q. Endi boshlanyapti. Mana tepada katta mehmonxona bor ekan. Buni yonidan ko'chaga chiqib ketamiz. Bo'ldi. Grozniy mo'riga sayohatimiz shu yerda tugaydi. Endi yana qayergadir sayohat qiladigan bo'lsak, o'ylab ko'ramiz qayerga. Ungacha xayr. Grozniy mo'ri.